bizga nima maqsadda keldilar? Siz nima maqsadda keldingiz? Kredit chiqarish. Qanaqa qilmoqchisiz? 10 million. Mahalladan hokim yordam tavsiyasi asosida kiritmoqchisiz. Anasi, yerda limit yo'q. Bankimizda qanaqa kiritib borgan xabaringiz bor? Hokim yordam tavsiyasi asosida kiritib olishga u yerda limit bo'lmay turgan bo'lsa, bizning bankimizda bugungi kunda biznesga birinchi qadam degan kiritimiz bor. 17 million so'mgacha beriladi 2 yilga. Uchinchi shaxs kafillik asosida beriladi. Kartangizga tashlab beramiz. Shunaqa havas bor? Havas bo'lmasa tanishing. Mana shu kiritimizdan foydalanishingiz mumkin. Bugungi kunda mana shu kiritimni olib, siz boshlayotgan biznesingizni birinchi o'sha nima biznes qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha biznesingizga sarflashingiz mumkin. Mahsulot olib boshqa. Kafil bilanmi? Endi u uchinchi shaxs kafillik asosida ajratiladi. 20 to'laga beriladi. 20 foiz beriladi. Siz kartangizga tashlab hech qanday ta'minotlarni o'tkazib, uni shunaqa birovga chiqarib boshqa qilib degan masalasi yo'q. Yo'q. Oldin siz mana shu kitdan foydalanganmisiz? Har bir tadbirkorlar birinchi marta olyapsiz hokim yordam tavsiyasi asosida. Biznesga birinchi qadam sizga kiritib taklif qilamiz. Agarda siz hokim yordam tavsiyasi asosida olib, o'z vaqtida yopgan bo'lganingizda edi, bizda mana shu bugungi kunda moliya ommabop degan juda qulay kiritimiz bor. 36 oy 6 oy imtiyozlari bilan ayol tadbirkorga 24%, erkak tadbirkorlarga 25% dan beriladi. Yakka tarbiya tadbirkorlar xususiy korxona ochganlarga beriladi. Jismoniy shaxs bo'lib ishlayotganlarga beriladi. Naqd pulda kassadan sanab beramiz. Faqatgina bitta talab bor, siz har bir tadbirkor davlat dasturi asosida kredit olib yopgan bo'lishingiz kerak. Ana endi sizda u narsa bo'lmagan, hokim yordamsiz bugungi kunda limiti yo'q, siz qanaqa kredit ola olasiz? Siz biznesga birinchi qadam degan bizning bankimizda mavjud 17 million so'm kreditimiz olishimiz mumkin. U uchinchi shaxs kafillik asosida ajratiladi. 17 million so'm naqd pulda yoki karta o'sha Xalq ochilgan plastik kartangizga tashlab beramiz. O'zini-o'zi band qilish qilib kerak. Endi bugungi kunda bu davlat talabi hamma kreditlarimizda o'z-o'zini band qilgan fuqarolarga degan jumla qo'shilgan. O'sha bir martalik, bir yilda bir marta 367 ming so'm o'z-o'zini band qilish guvohnomasi uchun to'laysiz va o'z-o'zingizni band qilgan hisoblanasiz. O'sha davlatning maoshi orqali o'zi tadbirkorlik bilan shug'ullanib, o'z-o'zingizni band qilgan hisoblanasiz. Tushunyapsiz?